Bugün çeslak hürmetlik vatandaş 2020 birinci yıl birinci ayının 13. günü. Yukarı leksiyana devamı hürmetlik vatandaş. Devlet İşler Maaş Pompeo notkunu davamlaştırıp mundaq görsetdi. Ben bu söze oğlumdan ösmürlük çağlarda söz degen idim. Ben mundaq degen idim. Tirişip işle. İtiqadыңды çıng dur. Hem de rast sözle oğlum, menen nasihatlerimge asası cihetten kulak saldı. Belki ben bilip yettim ki, bunun yani rastçılıkның onunğa, yani menen oğlumğa hem de sizler üçün eytqanda paydası köp. Sizlerning Amerika avazidagi mas'uliyatinglarni mujmallaştırışki bolmaydi. Xabar to'g'ri bo'lishi kerak. Xabar obyektiv bo'lishi kerak. Shundaqla xabar atrofliq bo'lishi kerak. Hamda bu xabar Amerikaga vakillik qilishi kerak. Amerika yer shari matbuot mahkamasining burchi shuki, butun yer sharining har qaysi joylaridagi xalqlar o'rtasida o'zaro aloqa munosabatlarni ilgari surish hamda uchur bilan ta'minlash va erkinlik, demokratiyani qo'llashdan iborat. Bu chunki erkinlik va demokratiyani taraqqiy qildirish bu Amerikaning maqsadidir. Sizlar Amerika ovozi, Amerika avvaliy afzalchilarning sadosidir. Sizlar bundan faxrlanishinglar kerak. Dünya hozir har qanday vaqtdagidanmi Amerika ovozining erkinlikni chaqiriq qilishiga ehtiyojlidir. Men qayerga barmay musha sadolarni anglab keldim. Bu men bugun sizlarga so'zlaydigan nutqimning mavzusidir. Men her vaqt her yerde anlıqçılarning Amerika avvaliy afzalligini so'zlab turganligini va bu to'g'rida to'xtalganligini anglab turdim. Chunki bu chilliq edi. Chunki bu muhim edi. Amerika yaxshi edi. Amerika büyük idi. Bizning davlat qurish tariximizni yaxshi biladigan kishilar bu nuqtani yaxshi tushunadi. Michael Peck bu tarixiy bosqichni tadqiq qilishni umrlik xizmati qatoriga qo'ydi. Sizlar yana nurg'unlagan kishilar bu ishni umrlik burchga aylantirdi. Bu demak sizlarning nima uchun Amerika ovozida xizmat qiladiganliginglarni tushuntirib berdi. Biz tunji bo'lib tuvandagidek aqliy ideyalar bilan davlat qurdik. Kishilar tug'ilish bilan da tartib olg'ili bo'lmaydigan ba'zi huquqlardan bahramand bo'ladi. Hukumatning qurilishi dal mushundoq huquqlarni kapolatga ega qilish uchundir. Biz nayt mukammal federatsiyalik davlat bo'lib qurilishga tirishchanlik ko'rsatib keldik. Darvaqa biz o'zimizni abadiy to'g'ri ish qilamiz deb chaqlamaymiz. Şunlaşqa biz bizden o'tmishdagi xizmatlarimizdan ham g'urur his qilamiz, ham yetarsizlik his qilishimiz lozim. Bizga haqiqatning haqiqiy qiyofati kerak. Lekin bizga nayt aniq bo'lgani shu bo'ldiki, Amerikaliklar Amerikaning davlat qurish qimmat qarashlarini davr qilgan holda
Siz degan nutqini davomlashtirdi Davlat islohoti Mayk Pompeo. Birlikka kelgan chaqda Amerikaliklar qimmat qarashlarini davr qilgan holda birlikka kelgan chaqda yoki Martin Luther King Washingtonda namoyish qilgan mezgillarda bo'lsin, bizning davlat qurgan chaqda bergan va'dalarimizni bir-birlab ishga oshirdik. Hozir bizning raqiblarimiz boshqacha atashga urinib ko'ryapti. Cumhuriyet Partiyasi Cumhuriyet Partiyasi George Floyd'ning tragedik ölümüden paydalanıp özlerinin zorvan hakimiyetinin bizden siyasi hakimiyetimizden afzalligini ko'z qilgan chaqda men bir parcha bayonot e'lon qilgan edim. Bu yerdagi George Floyd degan soqchi voqeasi o'tgan yili 2000-yil yuz bergan soqchi voqeasi bilan qazo qilgan qora tanlik haqida ketyapti vatandosh.